Jasmin Trans haqidagi intervyular keng muhokamalarga sabab bo'lib kelmoqda. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalish uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram va YouTube platformalarida Jasmin Trans haqidagi intervyular keng muhokamaga sabab bo'lmoqda. Ushbu chiqishlarda aytilgan so'zlar ko'pchilikni befarq qoldirmadi. Aksincha, jamiyatni o'yga to'ldirdi. Intervyularda Jasmin o'zini yolg'iz, himoyasiz va yaqinlarsiz inson sifatida tasvirlaydi. Meni hech kimim yo'q, ota-onam ham, aka-ukam ham, opa-singlim ham, yaqinlarim ham yo'q deydi u bergan intervyusida. Men yolg'iz yetimman degan so'zlari ko'plab insonlarning qalbiga ta'sir qildi. Shuningdek, u o'ziga nisbatan yolg'on va bo'xtonlar qilinganini, nohaq ayblovlar tufayli ruhiy azob chekkanini, hatto ko'z yoshi to'kishga majbur bo'lganini ta'kidlaydi. Ayrim manbalarda uning qamalgani va hozirda qamoqda ekani haqida ham gap so'zlar tarqalmoqda. Bu ma'lumotlar turli ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda va jamoatchilikda ko'plab savollar uyg'otmoqda. Eng asosiy savol esa shuki, biz kimningdir taqdiri haqida hukm chiqarishdan oldin uning ovozini chindan eshityapmizmi? Jamiyat sifatida biz ba'zan insonni uning tashqi ko'rinishi, tanlovi yoki hayot yo'li uchun osongina hukm qilamiz, deydi Jasmin Trans bergan intervyusida. Lekin har bir inson avvalo inson, uning ham dardi bor, og'rig'i bor, himoyaga muhtoj qalbi bor, deydi bergan intervyusida. Bu mavzu faqat bir shaxs haqida emas, bu adolat, inson qadri, jamiyatning rahm shafqat haqida. Balkim kimdir ayblidir, kimdir aybsizdir. Buni tegishli organlar hal qiladi, deydi Jasmin Trans. Lekin omma sifatida bizdan talab etiladigan narsa befarq bo'lmaslik, insonni tenglash va nafrat emas, aql bilan munosabat bildirish. Balki aynan hozir kimnidir hayotda, ruhiy holati, jamoatchilik munosabatiga bog'liqdir. Bir so'z bilan qo'llab-quvvatlov kimningdir umidini o'chirmasdan, aksincha yo'ritib yuborishi mumkin. O'ylanaylik, hukm qilishdan oldin tinglaylik, deydi Jasmin Trans bergan intervyusida. Qadrli tomoshabin, sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shundan iborat edi. Shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like tugmasini bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang.